Assalomu alaykum azizlarim. Mening ismim Abdukarim Abdurasulov, valiyologman. Uzoq yillardan beri insonlar bilan dori-darmonsiz sog'lomlashtirish kursini o'tib kelyapman. Bugungi mavzumiz qo'rquv, vahima, tushkunlik, depressiya bo'yicha suhbatlashamiz. Gapni ozgina bo'lsa ham uzoqdan boshlayman. Mana bir necha yillar bo'ldi, 5-6 yil bo'lib qoldi. Koronavirus davridan boshlayman. Qarang. Koronavirus davrida kimlar bu olamdan o'tib ketdi, kimlar yashayapti. Har xil viloyatlardan, har xil shaharlardan, qo'shni respublikalardan kelgan bemorlarda har biri bilan suhbatlashganimizda qanaqa insonlar hayotda yashab qoldi, qanaqa insonlar o'tib ketdi. Men bulardan so'raymanki, maktab o'quvchilari koronavirus davrida sizlardan olamdan o'tganlar bo'ldimi? Yoki bo'lmasam devona odamlar, ko'p narsa bilan ishi bo'lmaydigan odamlar, ko'p narsaga aqli yetmaydigan insonlar dunyodan o'tdimi deb so'rasam, bizga kelgan bemorlar unaqa insonlarda hammasi hozirgacha yashab kelyapti deb javob berishadi. Men shundan xulosa qildimki, koronavirus davrida ko'proq o'ta aqlli insonlar bu dunyoni tark etib ketdi. Vahimaga tushgan, tushkunlikka tushgan, qo'rquvi kuchli, shu kasallik menga yuqib oladi. Bu kasallik juda ham yomon kasallik deb doimiy ravishda shu kasallik to'g'risida o'ylab yuradigan insonlar ko'proq bu dunyoni tark etib ketishdi. Ana endi qarang, hozirgi davrimizga kelib, ilgari ham dizenteriya, ich o'tish kasalliklari, sariq kasalliklar, kasalxonalari mavjud. Shu kasalxonada ishlaydigan qorovuli bo'ladimi uni, medsestralari bor u yerda, farroshlar va shu kasalxonani boshqaradigan vrachlarimiz bor. Shu yerda ishlaydigan xodimlar shu kasalxonada bemalol ishlaydi, lekin bu kasallik bularga yuqmaydi. Sababi ular shu yerga ishga kelib, ishdan ketadi. Ularda tirikchiligi, shu yerdan maosh oladi. Lekin kasallik to'g'risida umuman bu kasallikni yuqib qolish to'g'risida ular o'ylamaydi. Va ular doimo sog'lom yuradi. Lekin atrofdan shu kasalxonada yotganni ko'rgani kelgan odamlarni ichkariga qorovul qo'ymaydi. Kelgan odamga shu kasallik yuqib qolishidan xavfsirashadi. Lekin u yerda ishlaydigan xodimlar bemalol ishlab yuraveradi, bu kasallikka uchramaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, kasallik qayerdan kelib chiqadi? Men bu gapni bir necha marta aytganman. Kasallikni 90%ni psixosomatik kasalliklar tashkil qiladi. Qolgan 10%i tana kasalliklariga kiradi. Inson qachonki o'zini hurmat qilmasa, nimadandir qattiq qo'rqib ketadigan bo'lsa, shu kasallik menga yuqib qoldi degan xayol ongi shuuridan o'tgandagina bu kasallik bilan ko'proq kasallanar ekan. Bu mening shaxsiy xulosalarim. Endi qo'rquvga uchragan, vahimaga uchragan, hattoki depressiya holatiga borib bo'lgan bemorlar bilan ishlaganimizda ular yillar, uzoq yillar davomida davolanib o'z kasalligiga davo topolmay kelgan. Lekin bizning 10 kunlik shifo maskanimizga kelgan shu kasallikka uchragan bemorlar birin-ketin o'z sog'liklarini tiklab ketyapti. Sababi ularda ongidan shu qo'rquvni, ularda bo'layotgan vahimani chiqarib yuborishga harakat qilamiz. Endi bunga bir misollar keltirib berishim mumkin. Deylik, siz avtobusga chiqdingiz, orqa eshikdan. Oldi eshikdan chiqqan bir bemor o'sha yerda yo'talib, aksirib, tumov bo'lganmi yo bir boshqa kasallikka uchraganmi, shu yo'talishni boshladi. Orqa eshikdan chiqqan siz uni kasal ekanligini bilib, shu kasallik havo orqali menga yuqib qolmasa edi degan fikr hayolingizdan o'tadigan bo'lsa, qaysidir bekatga kelib tushib, yo'lda ketayotib ham shu kasallik to'g'risida o'ylab ketsangiz, uyingizga yoki ishxonangizga borganda ham shu kasallik sizning miyangizda aylanib turadigan bo'lsa va uyga borganingizda ham shu kasallik menga yuqib qolmadimikin degan fikrda miyangizdan doimiy ravishda aylanib turadigan bo'lsa, ertalab turganingizda shu kasallik sizda paydo bo'lganini o'zingiz ham seza boshlaysiz. Lekin o'sha kasal
yuqtirdi degan odamingizni atrofida turgan boshqa passajirlar ham shu kasal bo'lgan insonga yaqin turgani bilan o'z oilaviy muammolari bilan, o'z hayollari bilan ketayotgan bo'lsa-yu, bu narsaga ular e'tibor bermaydigan bo'lsa, bunday insonlarga hech qanday kasallik u odamdan yuqmaydi. Siz bo'lsa bir kun ichida shu kasallikni o'zingizga o'zingiz paydo qilib olasiz. Endi uni davolash usuli har xil ximiya yo'li bilan, aptekadagi dori-darmonlar bilan shu kasallikdan chiqib ketishga harakat qilasiz. Lekin ozmuncha vaqtlar ichida bundan chiqib keta olmaysiz. Chunki kasallik sizni ongi shuuringizda paydo bo'lgan bo'ladi. Demak, qo'rquv, vahima, tushkunlik ham insonga kasallik keltirib chiqaradi. Bu kasallikni keltirib chiqaradigan ham sizni o'zingiz, uni butunlay tuzatib bartaraf qilib oladigan ham sizni o'zingiz. Shunday ekan, o'zingizni ortiqcha qiynab, har xil vahimalarga beriladigan bo'lsangiz, kasallik sizdan uzoqqa keta olmaydi. Azizlarim, o'zingizni sevishingiz kerak. To'ralar muqaddas kitobda ham yozilganki, o'zingni sev deb. O'zingizni hurmat qiladigan bo'lsangiz, sizga kasallik yaqinlashmaydi. Yaratgan egam Alloh taoloning ruxsatisiz hatto daraxtdagi bitta barg ham yerga tushmaydi. Qo'lingizga tikan ham kirmaydi. Kasallikni o'zimizga yaratib olamiz. Agar sizda ham shunday kasalliklar paydo bo'lgan bo'lsa, o'zingizni yomon his qilib, qandaydir qiyinchiliklarga duchor bo'layotgan bo'lsangiz, bizni Shifo Plus sanatoriyamizga kelib, o'z kasalliklaringizga dori-darmonsiz shifo topib ketishingiz mumkin. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling, hech qachon kasalliklar bilan og'rimay, farzandlaringizni, ota-onalaringizni baxtiga doim sog' salomat yurishlaringizni tilab qolaman.